Assalamu alaykum. İftar pişiriq topidagi barliq hamshirlar, hammanglarninki mush vaqti xayrlik bo'lsin. Mendan sizlarga o'tliq salom. Canımlar, bugun o'tadigan darsimiz tuxum qalash. Endi biz bu pranikimizga ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Bu pranikka ketadigan materiallar suv 375 gram, seriq may 185 gram, 3 gram tuz, 310 gram un, 9 tane tuxum, 1 tane no'g'ush. Endi bunun bezek uchun 100 gram tort qaymaqi, 100 gram shokolad. Anandan keyin ko'ptirilgan qaymoq, kremda qilgan qaymoq bo'lsin bo'ldi, tort qaymoqi bo'lsin bo'ldi, rangli qaymoq ketadi. Mana tövanda ko'rib chiqdinglar, mushlarning hammasi. Endi tövanda biz bu pranikimizniki ishlash bosqichiga o'taylik. Bunun ishlash bosqichi bo'lsa, biz eng avval bu suv, seriq may, tuz qatorliq mushu 3 xil aralashmamizni aralashtirib, buni bir qozonga selib o'tga qo'yamiz. Mana canımlar, biz suv, seriq may, tuz qatorliq 3 materialni mana qozonga soldik. Endi o'tni ichib, buni to'xtamay aralashtirib, mushu seriq mayni eritib, mushu suvni qaynatamiz. Mana canımlar, bu seriq may, suv, tuz qatorliq 3 xil materialni mana qozonga selib to'xtamay aralashtirib, mana mush xil holatda qaynatib olamiz. Mana endi qaynagandan keyin bunga unni selib, yana mushunda to'xtamay aralashtirib, unni pishiramiz. Mana bu unimizni ekib oldik. Endi buni az-azdan selib pishirib olamiz. Shuningda ilashtirib turib, to'xtamay ilashtirib turib. Mana canımlar, unni selib, mana shunda to'xtamay qizilmay, mana ilashtirib, shuni o'g'rish bilan, shu unimizni da qo'limizga tutsa, qo'lga saplashmada holatda pishirib olamiz. Mana bu xemirimizni pishdi. Buningda endi buningga o'tni o'chirib, tuxumni birdan selib, yana to'xtamay aralashtirib, buni bir xil yumshoq bir xil xemir olib ekamiz. Tuxumni birdan selib, toza undan yegizimiz shu xemirimizga. Mana bir tal tuxumni selib yegiz bo'ldim. Endi yana bir taldan selib, yana davomli shu xil usulda aralashtiraverman. Mana hamma 9 dan tuxumni hammani selib bo'ldik. Mana mahal holatga keldi. Endi buni biz shu silliq holatga kelguncha to'xtamay aralashtiraveramiz. Silliq holatga keltiramiz. Agar sal muz bo'lsa, qo'limiz bilan toza mejib silliq holatga kelsak bo'ldi. Endi hozir qiziq bo'lgandan keyin cho'qim shu no'g'ush bilan mushtaq aralashtiramiz. Mana canımlar, bu xemirimizni tayyor qilib oldik. Mana mush xil holatda yumshoq, qo'lga chaplashmas bir xil xemir holatga ekib oldik. Endi biz bu xemirimizni mana maxil ushlarni bekitib, endi o'zimizda bunday 6 burjaklik, 8 burjaklik mushta xaltalarni bor, bunday zuz bor, shuni mana xaltaga kiygizib, endi bu xemirimizni bu xalta qachilab shakl chiqarib, listga siqib chiqaramiz. Tövanda biz endi bu xemirimizni siqib chiqaradigan ushlar bilan tanishib chiqaylik. Mana maxil ushda mana udullar bundaq gul chiqarib siqimiz. Mana maxil qilibdi bo'lsa, bundaq tugilak aylantirib, chambar shaklda siqib chiqaramiz. Mana ko'rib olinglar, endi biz shular orqali xemirimizda listga gul chiqarib olaylik. Mana canımlar, bayaqi xemirimizni mana maxil holatda ko'rdinglar, mana tugilak chambar shaklda, bekmi cho'ng emas, mana mush xil holatda mana shunday qilib siqib olamiz. Mana u pakizlikda hech qanday maylamaymiz. Yana bir xilini bo'lsa, mana mundaq holatda siqib olamiz. Mana ko'rdinglar, buni bek yo'g'on qilmaymiz, chunki bu yana ko'pida emasmi? Mana mush xil holatda siqib tayyor qilib oldik. Endi biz bu pranikimizni oldin qizdirilgan duxovkaga, ya'ni 200-180 gradus pranik pishiradigan gradusga solamiz. Bu 30 minutdan ortiq vaqtda, 40 minutdan ortiqroq ashunchalik vaqtda bu pishib chiqadi. Shu pishib, mushu rasmiy qaytishqicha orliqda eng diqqat qiladigan nuqta duxovkani oshmaymiz. Duxovkani shundaqla olsak, bu ko'pab bo'lgan pranikimiz ham holatda bo'lib, duxovka ichilib ketib qolsa, bu chupli ketadi, chupli chaplashib bilan yegisiz bo'lib ketadi. Shuningga eng diqqat qilamiz. Uningdan keyin yana bir eskartishim, shu xemirimizga biz 9 dona tuxumni yegizib bo'lgandan keyin, xemirimiz yana qattiqroq chiqib qolsa, yana 1 dona tuxumni selib elashtirib yumshoq holatga egasak bo'ladi. Endi biz bu pranikimizni oldin qizib olgan duxovkaga selib pishishini saqlaylik.
Mana canımlar, bu praynikimiz o'tir hesap bilan 40-50 minutcha vaqtda pishib chiqdi. Mana ko'rdinglar. Bu ko'pib, ichi qavak holatda shunday yeniga pishib chiqdi. Mana bu yana bir xili, mana ko'rdinglar. Mana mush holatda pishib chiqdi. Endi biz bu muzlagandan keyin buni shokolad qiyamiga chilab, anadagi yon tarafidan kesib, ichiga qaymoq siqimiz. Buningmi yoki tegidan yoki yon tarafidan kesib, ichiga qaymoq siqib, tüpünü şokolad qıçılab bezaymiz. Endi bu muzlig'icha biz şokolad qiyamimizni tayyor qilamiz. Endi şokolad qiyamini tayyorlash uchun ketadigan materiallarimizni boyaman tanishtirgan. Mana 100 gram to'g'ralgan şokolad, ma bo'lsa 100 gram ko'ptirilmagan tort qaymoqi. Biz endi bu tort qaymoqini mana bu javrimizga quyib, buni o'tga qo'yamiz. O'tga qo'yib, buni rasmiy qaynatamiz. Bu qaynagan zaman o'tni to'xtatib, buningga bu to'g'ralgan shokoladni qo'yib ilashtirsak, bu bir shokolad qiyam bo'ldi. Undan keyin o shokolad qiyamini tayyor qilib bo'lib, bu pranikimizni bu shokolad qiyamiga chilaymiz, to'p tarafini. Biz bu praniklarimizni mana mahal har pichoq bilan yanni mundaq kesib ochimiz. Mana ko'rdinglar, mundaq ochimiz. Endi buning orasiga qaymoq siqimiz. Mana bo'lsa, mana mahal holatda ochimiz. Mana ichi qavak ko'rdinglarmi? Endi biz buning ichiga mundaq xaltaga qaymoq elib, kremda qaynatgan qaymoq bo'lsin bo'ldi, tortning qaymoq bo'lsin bo'ldi. Hammasi ichiga qaymoq siqib olamiz. Mana ko'rdinglar, qaymoqni mahal holatda siqib elib, endi buning og'zini bundoq yepib, mana teshig'i chiqib qolgan qaymoqni pakka surtib etamiz. Surtib, mana mush holatda tayyor qilib olamiz. Undan keyin buni shokoladga chilaymiz. Bu xildikisini bo'lsa, buning ichiga laqada qaymoq siqib, buning og'zini yepib, buni shokoladga chilab, to'pini har xil bezaymiz. Endi men sizlarga buning yana bir xil bezash usulini ko'rsatib qo'yay. Ma bo'lsa nepizlab to'g'rilgan ma bu shaptul murabbasi. Sizlar shaptul murabbasi qilsanglar bo'ldi, yoki bo'lmasa maymun shaptulni mushtaq nepiz to'g'rab tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Endi men bu xil bezak usulini ko'rsatib qo'yay sizlarga. Endi yana bir xil bezak usuliga kelsak, biz mana qaymoqni og'iz tarafidan aylantirib, bunday qilib olamiz. Endi buning to'piga abayqi shaptulniki nepiz to'g'ralgan mevasini qo'yamiz. Mana shaptulning mevasini abayqi qaymoqning ustiga mana maxil holatda qo'yamiz. Endi buning to'piga yana qaymoq siqamiz. Mana janimlar, yana bir xil usulini mana maxil holatda bezab qo'yamiz. Bunda qarsangiz mana asti usti qaymoq, o'tirda shaptulning mevasi to'g'rab saldiq. Mana maxil usulda bezsakmi bo'ldi. Mana ko'rdinglar. Shunday chiroyli chiqdi bu. Mana bo'lsa, endi to'pini shokoladga chilab har xil to'piga ya yang'oq chachamdiq, yoki shu qitib qo'yib qo'yamiz, yoki ko'k salqin chachamdiq, yoki ko'msa ranglik marjonlarni chachamdiq, shokolad marjonlarni. Shunday qilamiz. Endi mana bo'lsa, to'pini shokolad qiyamiga chilab, miyariga, matarpiga undaq keltirib ikki tal tort qaymoqida hal gul siqib qo'ysaqmi, bu shunday nafis chiroyli chiqadi. Yoki ko'msa to'piga har xil ranglik shokolad marjonlarni chechib qo'ysaqmi, yoki ko'msa yang'oq mig'izi, yoki ko'msa ko'k salqini degandek narsalarni chechib bezsakmi bo'ladi. Endi sizlarga bu xildagi bezash usulini ko'rsatib qo'yay. Mana bu praniklarimizni bezab tayyor qilib oldik. Mana bir turkumlarni ichiga qaymoq siqib, to'piga shokolad qichilab, mana har xil shokolad marjonlarni chechib bezab qo'ydim. Mana ko'ringlar. Mana bo'lsa, ichiga mana qaymoq siqib, o'tirga shaptul murabbasini ilib, yana to'piga qaymoq siqib, maxil holatda bezdim. Mana ko'ringlar. Endi mananga kelsak, bularning ichiga qaymoqni siqib, uning to'piga shokolad qichilab, to'piga andaq ikki tal halgul chiqarib, har xil shokoladlarni shaq rangli shokolad marjonlarni chechib qo'ydim. Mana ko'ringlar. Shuning bilan bu darsimiz tamom.